Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. G'oyudamiz ferma ko'chada. Elde 13,5 metr uzinasına 16,5 ekan. Uglovoy pожарный xotuna ega. 100% tayyor, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Yashalib turgan joy. Eldlar yine zilon zona qilingan. Bu ham stupenkalar qilingan. Eshigimiz demir eshik. Size ichki qismi bilan tanishaveramiz. Yo'l oddim yoq yerda yana marshrutlar ham o'tib ketadi bu yerdan. Bemalol maktab bog'chalardan ham, poliklinikalardan muammo yo'q yurtdoshlar. Giraverishimiz ishning dalan. Oyoq temiz pol qilingan, polning ustidan ishning parketni etib, ustunda yana yog'ochdan ishlov berilgan. O'zlarimiz yoshimizda ajoyib remont etganlar. Giraverishdan chap qo'limizda kotol o'rnatilgan yeri umonliklarimiz qo'yilgan. Aytib o'tdim, suv, gaz, svetlardan, maktab bog'chalardan ham muammo yo'q. O'ng tarafimizda yana katta zal tushgan. Zalimiz ham keng tushgan. Patologlarimiz ishning chiroyli bo'lib ishlanib turibdi. Televizor uchun rozetkalar ham tashlangan, antenna joyi ham bor. Registrlarimiz o'rnatilgan. Pollarni yurtdoshlar, polning ustidan parket hisobida. Yana pol qilingan, 2 kat qilinib. Birimiz katta spalni. Görüp turganlarinizning ishini ajoyib oboydan chiqqan, uslovlari yaxshi. Eshiklarimiz yog'och eshikdan. İkinci qavatga ko'tariladigan lestnitsamiz, bu tarafimizda otiz, oshxona, kuxnya ish qilib. Birimiz yana bir katta xonasi. Otiz tarafga tushgan oynasam bu. Tabii bir zal, bir spalni, yana bir spalni. Yan tarafımızda yana bir xonasi bor. Beni oturup çay içadigan mesta qilib qo'yibdilar. Kuxnya yaqin bo'lgani uchun yana beri televizorlarni qistirib. Birimiz oshxonasi. Kuxnya mebelimiz bor, yana fartuklar qilingan, chiroyli qilinib, gaz plitamiz vitishkalari bilan o'rnatilgan. 2 gaz plita bor ekan yurtdoshlar. To'qlisam, gazlasam. Tabii ben tarafımızda sanuzilleri Aristonam koyulgan. Bir yerden umolikam koyulgan. Şarayatlar yaxshi. Ko'chada hozatxona bor deniladi. Ben tarafımız 30 yurtdoshlar. Silin zonamız bor. Pожарный xotdan ham girib chiqadigan xotumuz bor ekan. Esa ikkinchi qavat bilan tanishaveramiz. Yurtdoshlar ikinci qavata chiqishimiz bilan yana hovl katta. Tak, bu yerdan 4 xona tushgan. 1 2 yana ikkisi banda. Bu yerlarimiz yana yurt turganlarimizning ikkinchi qavat. Patologlarimiz, devorlarimiz taxtadan opshipka bo'lgan. Bilasizlar, qimmat tushadi bunda opshipka etsangizlar. Oynalarımızda rishotka. Ferma ko'chada, maktab bog'chalardan muammo yo'q. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak, 650 milyon so'm üstünde gelip gelişine veradi. Sağ omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.